baxtni asramoqqa ahd qilganmiz biz mardona. Siz buyuk xalq izdoshisiz, ulug' niyat yo'ldoshisiz. Buyuklik uchun qiling mehnat, deydi bizning yurtboshimiz. Jamoatda xavfsiz hayot, dilda qo'shiq g'am g'ussa yot. Biz bormizki osoyishta ertamiz ham bo'lar obod. Nima deysan? Nazokat opaga kasalxonadaligimizni sen aytdingmi? Ha, men aytdim. Nima bo'pti? Hech narsa. Faqat bu harakatlaring menga yaqinlashish uchun bo'lsa, adashasan. Men haqqimda hech qayerda hech narsa deyishingni xohlamayman. Bizga ham harbiylikni sirlarini o'rgatsangiz degandik. Yaxshi, o'zlaring so'radlaring. Qani, hamma xonaga marsh. Xo'p bo'ladi. Yur, tez yur. Mazza qilamiz. Ruh, uyg'on. Arapov kech qolyapsan. Bo'l tez. Shahinani Oynur zaharlaganini o'ziga aytib qo'ymading-a? Aytganimda qiyomat qoyim bo'lardi. Shunda aytmagansan-a? Lekin Shukr. o'zimga javob beramayman. Vaqti kelib hammasini aytaman qo'yaman. Ochiq-sochiqsin hamma sirlar. Anaqa, men bu yerda dugonalarim orttirdim. Yaxshi. Men dugonalarimdan ham juda ham ko'p narsa o'rgandim. Ya'ni oldin gaplashganimizda uncha chiqish olmaganimni aytgandim-ku. Aytgandingiz. Lekin shunaqangi narsa qalbimda uyg'ondiki, har bir odamni, har bir guruhda o'zini o'rni bor. Har bir Albatta. o'quvchini o'zini o'rni bor. Va menga Shahina degan dugonam bo'yanishni o'rgatdi. Aytdim-ku, kalt ichkarida deb. Yur. Bor. Sen o'zing kirib chiqqin. Men tashqarida Kosmetika qarab seniki-ku? turib kelmasin deb. Sen Bor, kosmetika. sen kir. Atasa tur. Tezroq bo'l, tezroq Atasa tur. bo'l. Yop. Qayerda ekan endi? Telpagim ham. Oydan to'g'rishagin. Bermagin oyna. Oyna ber menga ham. Biz ko'rinmayapmiz. Bizga ham tut. Mah bir portsa oyna. Shu ham senga yetadi, olur. Yuzim qizarib ketmadi. Chiroyliman, ey. Appa. Ammo qarang. Yana ozgina qo'y. Bolalarimiz bizni ko'rib jinni bo'lib qolishadi bari. Menga ham. Sal semizroqman men. Ay, Bo'radi. men bir yaxshisi chiroyli. Menga ham ber. Hozir. Bo'ldi, qo'lasam. Nechun qahraga yoqaman. Yaxshi. Men shuni tushundimki, qiz bola o'z o'rnida, o'g'il bola esa o'z o'rnida. Albatta harbiylikka tegishtirib gapirmoqchi emasman. Hammani o'z vazifasi bor, lekin baribir hamma o'z ishini qilgani ma'qul. Nima qidiryapsan?
Kundalikim. Baribir topamiz. Tavba qildim. Voy. O'lang deyman gurlar. Nima qilyapsan? Nima bo'lyapti? Nima baqirasan? Xonamizdan. Chiq. Bo'ldi, nimaga bizni qo'rqityapsan? Oynur, baqirma. Nima bo'ldi senlarga? Jimpin chaldimi? Gapir sotib oldingmi? Nima bo'ldi? Dilshod opa. Hammasi menda bo'ldi. Sotib oldik va mendan xabar olgani chiqqan ekan. Bu seni enagangmi xabar olgani chiqadi senda? Yo'q, unaqa emas. Kunduz istimam chiqayotgandi. Shunga kechqurun Oynurdan istima chiqmayaptimikan deb meni haroratimni tekshirgani chiqqan ekan. Nafas olganim eshitilmabdi shekilli. Meni o'ldi deb o'ylabdi. Nima tentakmisan sen? Nimalar deyapsan? Uni o'zi shunaqa dedi. U istimamni tekshirish uchun peshonamga qo'lini qo'ygan ekan. Men qo'rqib ketib baqiraveribman. Uzr, hamma ayb menda. Sen qo'rqib baqirding-ku, biz o'lay dedik. Uzr. Butun yotoqxona eshitdi-ku baqirganingni. O'ylab gapiryapsanmi? Qo'rqib ketibman, o'rtoq serjant. Uzr, boshqa qaytarilmaydi. Qo'rqqanmiz. Shu gap rostmi? Sotib oldingmi? Tilingni yutib yubordingmi, gapir. Rost. Sizlarning mehribonchiliklaring bir kuni bittasini boshiga yetadi. Uzr, o'rtoq serjant. Chiq, ikkalang ham ko'zimga ko'rinma. Hozir 5 minutdan keyin borganim, agar uxlamagan bo'lsalaring, ertalabgacha yotoqxonani tozalaysanlar. Tushundilaringmi? Xo'p, bo'ladi, o'rtoq serjant. Chiq xonamdan. Alo, o'rtoq mayor. Nima keragi bordi shuncha tomoshani? Sen boshlading, men davom ettirdim. Ahmoq. Nima bo'lyapti o'zi menga? Baqirganing qishlog'imizgacha eshitildi-ya. Yuragim tushib ketdi-ku. Uf. Kir ichkariga. Otni dumi. Mayli, men uxlasam? Ha, Borasanmi yo'qmi? bo'ldi qil. To'xta, ey. Nima? Nima? Aytdim-ku senga psixologman deb. Menga unaqa qarama. Bo'ldi qil, boshqa narsa haqida Nima haqida gaplashaylik. gaplashaylik? Hozir nima dars edi? Adabiyot. Adabiyot? Voy! Uyga vazifa qilish esimdan chiqibdi. Aytyapman-ku senga xayoling joyida emas. Ko'p gapirma. Ma, Xayolingga nima bo'layapsan-a? sen darsga boraver. Ustozga ayt. Men hozir boraman. Bo'ldi. Bo'l.
bunisi esa siz uchun. Mashrab o'zbek tasavvuf adabiyotini yangi bosqichga olib chiqqan. Uning asarlari tilining sodda va jonliligi bilan o'zbegona so'zlarning tabiiy va samimiy jarangi bilan xalqona ifodalarga, ayniqsa maqol va iboralarga boyligi bilan boyitgan. Assalomu alaykum Yulduz Baxtiyorovna. Va alaykum assalom. Kirishga ruxsat eting. Bo'ldi, o'tiring. Mirjalolov, atirga cho'milib kelyapsizmi? Yo'q, o'zi uchun atir. Ozgina sepdim. Voy, boshimni og'ritib yubordi. Ustoz, Tekin ekan deb yaxshimisiz? ichib yubormabsan-da. Oynani ochaymi? Oching, oching. Yaxshimisiz? Chiq. Mirjalolov, xonadan chiqib keting. Yo'q, men tayyorlanib kelganman. Chiqib keting. Ichiq degandan keyin chiq. Boring. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Yes! Uddaladim. Ey, atirim tugatgan bo'lsang, o'ldiraman seni, tushundingmi? Yo, jo'ra. Ey, qayerga ketyapsan? Ha, Yodgor! Tashladı. Ё-моё. Yodgor, вонючка, blin! Bu nima qilganing Mirjalolov? Ha? Shunaqa ham sepadimi atirni? ozgina sepdim, o'rtoq mayor. Ozgina sepgansan, cho'milgansan sen. Atir birovlarga yoqish uchun, o'zidan yaxshi hid chiqarib turish uchun sepiladi. Sen esa o'zingdan hammani haydash uchun sepgansan. Kechiring, o'rtoq mayor. Axir Yulduz opangni homildorligini bilasan-ku. Ha? Yulduz opa tug'adilarmi? Sen nima ishing bor? Salqosa hozir tug'ib qo'yardi. Yo'qol ko'zimdan. Ustingdan hid ketmaguncha binoga kirma, tushunarlimi? Ketishga ruxsat eting. Yo'qale. Mirjalolov, seni kimdir chaqiryapti. Kim chaqiryapti? Katta xonang, men qayerdan bilaman? Tezroq bormaysanmi? Bo'pti. Va alaykum assalom. Yaxshi, Atriza hididan uncha zo'r. yaxshi. Men sizdan xabar olgani kelgandim. Ancha yaxshi bo'lib qoldingiz. Yaxshi. Mana bu mevalarni men sizga olib Rahmat. kelgandim. Kerak emas. Oling. Yo'q. O'tgan safargi bergan mevalarimni mayor berdilarmi? Mayor? Tushunmadim. Ularni siz olib kelganmidingiz? Ha, yoqmadimi? Yo'qdi, rahmat. Nega xafasiz? Meni ko'rib xursand bo'lmadingizmi? Menga boshqa gapingiz yo'q. Nima? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Iltimos Rodiya. Boshqa kelmang bu yerga. Nimaga? Yodgor. Sizlarni o'rtangizga to'g'anoq bo'lmoqchi emasman. Baxtli bo'l. Yodgor?
Salom Shodiya, yaxshimisan? Bu senga. Kerak emas. Nimaga? Menga qara. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Bir marta kafega borib ovqatlanganimga Romeo deb o'ylayapsanmi o'zingni? Birinchidan 2 marta. Necha marta bo'lsa ham men senga rozilik bermaganman. Shodiya, men seni yaxshi ko'raman. Men esa yo'q. Nega Yodgorni urding? Sotibdi-da sotqin. Sotgani yo'q. Gapimni eshit. Militsiyaga borib aytmasimdan oldin Yodgordan kechirim so'raysan. Tushundingmi? Shodiya, Bugun borib kechirim so'raysan. Keyin meni ortimdan yurishni bas qil. Bo'ldi. baribir meniki bo'lasan. Hozirgina yig'ilishdan chiqib kelyapman. Rahbariyatni sizlar haqlaringdagi fikri juda ham yaxshi. Mana o'tgan hafta Mirjalolov og'ir atletikadan 1-o'rinni oldi. Sharopov fan olimpiadasida fizikadan 2-o'rinni oldi. Juda ham yaxshi ko'rsatkich. Mana shunday davom etish kerak. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Tinchlikmi Sharopov? Asriddinov? Yomon tush ko'rdilaring? Aslo yo'q. Menimcha yomon tush ko'rganga o'xshaysizlar. Davlatov? Men Balki sen aytarsan, nima bu? hammasi joyida o'rtoq mayor. Mirjalolov, balkim sen aytarsan, ha? Bilaman, sir saqlashni bilmaysan. Shu yerni o'zida aytib qo'yganing ma'qul menimcha, ha? Nima bo'ldi? Biz martabali odamdan xafamiz. Shunaqa degin? Kim ekan u? Martabali odam. Aytinglar, o'zim gaplashib qo'yaman. Kerak emas. O'ziga insof kirib qolar. Agar kirsa. Mayli. Insof bersin. Ketishga ruxsat eting o'rtoq mayor. Ruxsat. O'ngga. Qadam bos. Qanaqadir kuyi o'zbekcha. Zo'r qo'shiq ekan. O'zbekchami nima? O'zbekcha. Xorazmcha. Raqs. Xorazmcha. Ha? Bilasizda, ha? Rayonga zo'r o'ynaydi. Jumak. O'ziyeva. O'ynamaydi-yu. O'ynamayapti, lekin shu gapingni eshitib qolsa, Nimaga salonda shu yerda turibsan? endi men men raqs to'garagi a'zo sifatida Ha, yo'q. nazorat qilgan ekanman. Ha, nimaga kirmayapsan unda? Nimaga kirmayapsiz? Men do'stlarimni tashlab qayoqdagi qizlar oldiga kirmayman. Ha, Umuman. da, конечно. Gap yo'q. Ha, aytganday, Yodgor so'z boyligiga oshibdimi? Mayor ham edi. Psixologik hujum qilishga o'tdik. Qoyil. Psixologik nima degani? O'ylama, boshingni qotirma. Endi direktordan tortib qorovulgacha tishib qolan yuradi. To'g'ri. Insof bersin dedi. Eshitdinglarmi? Lekin bir tarafi bor bolalar. Bekorga xafa bo'layotgandirmiz. Aslida biz o'ylaganchalik bo'lmasa-chi, ha? Menga qara. Biz hech kimga hisob topshirishga majbur emasmiz. To'g'ri. Вот именно. Siqilib o'tirishga ham majbur emasmiz.
battar bo'lsin. O'zini qilgan ishini ko'rdingmi? Endi bizni qurolimiz bor. Bizga qarshi biror ish qilsa, hammaga gap tarqatib yuboramiz. To'g'ri bo'ladi o'shanda. Meva olib kelmasa, ha? O'zi Nasriddinov to'g'ri aytyapti. Mayor bu qilgan ishi uchun javob berish kerak. Mana kecha tarafini olayotgandi. Bugun biz taraf. Juda bir o'zgaruvchan chiqding-da sen ham. Yodgor ko'p gapirmasin-chi. Yuringlar, kimdir kelib qolsa o'xshadi. Ketdik. Bo'ldi, baribir kirgizmaydi. Yur. Yuray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi hammasi. Yaxshi. Salomatlik tilayman. Salomat bo'l. Sattorov. Tabii. Menga qara, mabodo o'quvchilaringni xafa qilib qo'ymaganmiding? Yo'q. Hisob ko'rchi. O'rta mayor, agar O'rozov aytayotgan bo'lsangiz, o'zini aybi uchun jazoladim. Nima? U sizga shikoyat qildimi? Yo'q, O'rozov emas. Davlatov, Mirjalolov, Nasriddinov. Esladingmi? Yo'q, eslolganim yo'q. Nima? Ular bizni jazoladi, xafa qildi deb aytishdimi? Yo'q, aytishmadi. Lekin martabali odam deyishdi. O'rtoq mayor, menda martaba nima qilsin? Oddiy serjant bo'lsam, martaba bo'lsa, mana direktorda, polkovnikda, qolaversa sizda martaba bor. O'rtoq mayor, agar meni gaplarimga ishonmayotgan bo'lsangiz, bolalar bilan yuzlashtirishingiz mumkin. Yaxshi. Ketishga ruxsat eting. Ruxsat. Xo'p bo'ladi. AK-74 Kalashnikov avtomobilini noto'g'ri qismlarga ajratish. Avtomatni toza yoki taklik ustiga yoziladi. Qism va mexanizmlar taxta ustiga ular ajratilishi tartibida terib chiqiladi. Ular ehtiyot bilan ajratiladi. Biri ikkinchisini ustiga qo'yilmaydi. Shuningdek, ajratish mobaynida ortiqcha kuch va keskin zarbalar qo'llanilmaydi. Birinchi, magazinni ajratib olamiz. Ikkinchi, patrondonda patron bor yoki yo'qligi tekshiriladi. Uchinchi, anjomlar paneli qondoq uyasidan chiqariladi. To'rtinchi, shampol ajratiladi. Beshinchi, stol qutisi qopqog'ini ajratish. Oltinchi, qaytaruvchi mexanizmlar ajratiladi. Yettinchi, zatvor ramasi bilan ajratib olinadi. 8. Zatvor ramasidan ajratib olamiz. 9. Stol qoplamasi bilan gaz tubasi ajratiladi. Yaxshi sotib oldingmi? Salimova. Men Sizga dars qiziqmas shekilli, ha?
Aslo yo'q, o'rtoq mayor. Qiziq. Sotib oldingmi? O'tiring. Bahosi 5. Rahmat. Salimova do'stga. Salimova. Endi bizga qurolni qanday qilib yig'ish tartibini aytib bering. Ehtiyot bo'ling, o'rtoq mayor. Baqirib yuboradigan odati bor. Kulgini bas qiling. Sotib oldingmi? Hali bahoyingiz qo'yganim yo'q, bilasiz-a? Uzr, o'rtoq mayor. Boshqa qaytarilmaydi. Boshlang. Noto'liq qismlarga ajratilgan avtomatni yig'ish tartibi. Birinchi, zatvor ramasiga biriktiriladi. Kulgini bas qiling. Adashmang, Salimova. Birinchi qaysi qism biriktiriladi? Kechirasiz. Zatvor ramasini zatvor bilan birgalikda stol qutisiga joylashtiramiz. Salimova. Sen nima bo'lyapti? Ulardan oldin qaysi qism biriktiriladi? Stol qutisi qopqog'ini biriktiramiz. Undan keyin stol qoplamasi bilan birgalikda gaz turbasini biriktiramiz, shundaymi? Ha, shunday. Salimova. O'tiring joyingizga. Bahoyingiz 2. Hayol surgandan ko'ra darsga e'tiborliroq bo'lish kerak. Tushundingizmi? O'tiring joyingizga. Darsga umuman tayyormisiz. Sherova, do'stga. Xo'p bo'ladi. Gapiring, Sherova. AK-74 Kalashnikov avtomati 1974-yilda o'qotar qurollar dizayneri Mixail Kalashnikov tomonidan ishlab chiqarilgan avtomat. U 5.45 39 mm patron kameraga o'rnatilgan bo'lib, u Sovet qurolli kuchlari uchun Kalashnikov oldingi avtomatlarining 7.62 39 mm patronini almashtirgan. Ochilib. Yana chekyapsanmi? Yo'q, hal choy qaynatayotgandim. Tifol yaxshi ishlamayapti shekilli, mana shunaqa qiy chiqyapti. Rosa ishondim-da. Eshitaman, o'rtoq mayor. Seni oldinga bir masala bo'yicha kelgandim. Mabodo 5-guruh o'quvchilari qoidani buzganiga guvoh bo'lib qolmadingmi? Guvoh bo'lgandim. Kecha kechqurun koridordan o'tib ketayotganimda ikkitasi bir-birini ustiga chiqib, eshak minda o'yinini o'ynayotgandi. Keyin hojatxona tarafga borsam, bir-birini ustiga suv sepayotgan ekan. Yana ikkitasi bir-biri bilan urushayotgan ekan. Bo'ldi. Nosam chekayotganmidi? Yetarli. Mabodo boshqa o'quvchilarni ham aybini to'nkavormadingmi? Aslo yo'q, faqat 5-guruh edi. Keyin ular jazolading. O'rtoq mayor. Sizlar jazolagani qo'yarmidinglar? Ochilov, sal jiddiy bo'lgin. Yaxshi. Tifalin tuzatib olgin. Yana binoga o't qo'yavermagin. Hop bo'ladi. Nima to'xtab qolding?
Qo'rqma, urmayman. Qo'rqqanim yo'q. Zo'rsan-ku? Agar urushmoqchi bo'lsang, darsim tugashini kut. Urush niyatim yo'q. Bilsaga aytmadingmi? Ko'rmayapsanmi formani? Men erkakman. Agar Shodiya masalasiga kelgan bo'lsang, xavotir olma. U bilan orani ochiq qilib olganman. Rostdanmi? Rost. Birovlarning o'rtasiga tushib yuradigan odatim yo'q. Uni sen bilan gaplashib yurganini men bilganim yo'q. Shunaqa degin. Men Shodiyani anchadan beri yaxshi ko'raman. Juda ham qattiq sevaman. O'zing chinnasan-u, o'g'il bo'lasan. Men unga uylanmoqchiman. O'sha kuni ikkalangni ko'rib, to'g'risi chidab tura olmadim. Xafa bo'lmaysan degan umiddaman. To'g'ri tushunasan? Men qishloq bolasiman. Bizda unaqa yo'q. Unda xafa bo'lish yo'q. Xafa emasman. Tushunganing uchun rahmat. Unda 5 tol. Sog' bo'lgin. Ishlaringga omad. O'rta polkovnik, men ularni jazolaganim yo'q. Nima qildingiz unda? Ularni o'zlari iltimos qildi. Iltimos, bizni askarlikka o'rgating, armiyaga tayyorlanib boraylik dedi. Bu sizga yoqib tushdi. Nima qilishni bilmay yurganingiz o'zi, shunaqami? Emas, o'rta polkovnik. Men ularni iltimosini bajardim xolos. Ishonmasangiz o'zlaridan so'rashingiz mumkin. Mayor Mustayev. Biz nizomda ko'rsatilgan vazifalardan boshqa ishlarni o'quvchilarga qildirishga haqqimiz yo'q. Shuni tushunasizmi? O'rta polkovnik, ozgina chinasa buni nimasi yomon? Buni yomon joyi yo'q. Lekin nizom bor. Mustayev, nizom. Kam. Kirishga ruxsat eting. Bu dars payti darsga bormasdan nima qilib yuribdi? O'rta polkovnik, muhim gapim bor edi. Gapir. Murojaat etishga ruxsat eting. Senga. Haligi meni urgan bezori bor-ku. Mirjalolov. Biz uni qidiryapmiz. U albatta jazosini oladi. Yo'q. Uni qidirish shart emas. U kelib mendan uzrini so'rab ketdi. Nima? Biz u bilan kelishib oldik. Uzr, seni boshqasi bilan adashtirib qo'yibman deb kechirim so'rab ketdi. Keyinchi? Keyin erkakchasiga qo'l tashlab, men uni kechirdim. Yaxshi. Erkakcha gaplashib olganinglar yaxshi bo'libdi. Lekin sen meni savolimga javob ber. Mayor Mustayev, sizlarni o'z xohishingiz bilan mashg'ulotlar qildirdimi? Ha? Gapir, nimaga indamaysan? Mayor, siz jim turing. Xo'sh. Ha, shunday. Nega dovdirab javob berasan, ey? Jim bo'ling. Senga ruxsat boraver. Xo'p bo'ladi. O'rta polkovnik, axir bu mayor. O'zingizni bosib oling. Sen boya ko'p kulvormadingmi? Bittaman emas. Hamma kuldi. Asabimga tegmasdan gapir. Yo urushmoqchimisan? Sen bilanmi? Ha, Jini bo'lib qoldingmi? bor ishing yo'q. Yo qo'rqyapsanmi? Ha? Sendan qo'rqamanmi? Yo'q bunda. Senga. Voy nima bo'lyapti?
Ko'rsatib qo'yaman senga ustidan kulish qanaqa bo'lishini tushundingmi? Qoch! Qoch! Hey! Qoch dedim senga! Qoch dedim! Hey! O'zing qoch! Qoch! Hey! Ahmoq! Esing joyidami seni? Kir ichkariga! Yaramas senga ko'rsataman. Miyang bormi? Urish kerak uni. Men nima qildim unga? Ahmoq! Ko'rib turibsan, aqli joyida emas. Bo'ldi, kir. Kir. Ahmoqlar. Voy, men ham charchab ketdim, ey. Hey! Telpagingda olmaysanmi? Ana. Ketdi bu endi. Bolalar durmasa bo'ldi endi. Sattorov. Og'zing qulog'ingda tinchlikmi? Ha, ochinglar. Ichkarida bir ish bordi. Shuni hal qilib chiqinglar uni. Xo'sh, hal bo'ldimi? Hal bo'ldi. Yaxshi. Sir bo'lmasa nima masala ekan? Bir masalada. Yashirmasingchi. Rustam aytdi. Direktordan yordam so'rabsan. Bilar ekansan. Nima qilasan so'rab? Men shunchaki qancha berganiga qiziqdim. Xudoga shukr. Yetadi. Mayli, men ketdim. Sattorov. Men aytmoqchi bo'lganim, agar yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, men ham senga yordam berishim mumkin. Sizlarga savol. Yoqalashish, urushishga qonunda modda bormi? Bor o'rtoq mayor. Hozirgi zamonda suv muammosi global muammoga aylanib borayotganidan xabaringiz bormi? Bor o'rtoq mayor. Suvning har bir tomchisi zarur. Yaxshi. Eshak mindi o'yinini qanaqa formada o'ynash kerak? Xohlagan kiyimda. Faqat harbiy kiyimda emas. Qishlog'ingda o'ynaysan, o'sha kiyimingda. Sen uchalang. Bizni maktabimizga muammo bo'lyapsan. Nega? O'rtoq mayor, kim bilandir adashtiryapsiz. Adashganim yo'q. Mana shularni qilganingiz uchun serjant Ochilovdan dakka eshitgansizlar. Sizlar bo'lsa, Ochilovdan xafa bo'lish o'rniga mendan xafa bo'lib yuribsanlar. O'rtoq mayor, lekin Qoldirilsa. Nima qilgan bo'lsam to'g'ri qilgan. Men endi bilyapman sizlarning asl yuzlaringni. Buning yana bir sababchisi Mirjalolov. Bu yoki men sizlarni armiyaga zo'rlab, majburlab tayyorlantirganman. Polkovnik savol bersa, nega ikkilanib javob berasan? Ha? Xuddi men majburlagandek javob berding. Sizlarga yaxshilik qilgan men ahmoq. O'rtoq mayor, lekin inkor qilmadim-ku. Mirjalolov. Men sendan bunaqa javob kutmagandim. Bilmadim. Mendan qasding bormi tushunmadim. Bugundan boshlab senlar bilan boshqacha muomala qilaman. Bo'shsanlar. Ketishga ruxsat eting. Ruxsat. Kirishga ruxsat eting. Ruxsat. Murojaat etishga ruxsat eting, Zafar Jalolovich. Ruxsat. Zafar Jalolovich,
siz oldingizga bitta iltimos bilan kelgandim. Eshitishimga qaraganda Sattorovga yordam puli bergan ekansizlar. Men emas. Kasaba qo'mitasi pul ajratdi. Juda yaxshi bo'pti-da. Shu desiz, menga ham yordam puli kerak edi. Kasaba uyushmasiga aytsangiz, menga ham pul berishsa iltimos. Tushunmadim. Senga nimaga pul kerak? Nima gap, tinchlikmi? Shinalarni teshib ketishdi. Nima? Maktabning oldida. U nimaga? Kim qayerda? Hop. Navbatchi! Xo'sh, bezorilar. Maza qildilaringmi? Zo'r bo'ldi, ha? Ha, zo'r bo'ldi. Yo'q, juda yomon bo'ldi. O'rtamayor. Juda yomon bo'ldi. O'zingni jinnilikka solma, Kamolov. Men bilan o'ynashish yaxshilikka olib bormaydi. Agar buni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, men qilganim yo'q. Lekin sendan boshqa variantim yo'q. Bu maktabda sizni sevimli o'quvchingiz faqat men emasman. Yana ham qaytarib aytaman. Qizlarni qo'lidan bunaqa ish kelmaydi. Rustamova, bu buyruq. Buni bajarishimiz kerak. Qani, yo'l boshlang. Yostiq taglarini ham ko'ring. Ko'taring. Bu kimni joyi? Sotvoldiyeva. meniki. Men bilan. Kunlarimiz shodiyona, elim ruhi bayramona. Shunday baxtni asramoqqa ahd qilganmiz biz mardona. Siz buyuk xalq izdoshisiz, ulug' niyat yo'ldoshisiz. Buyuklik uchun qiling mehnat, deydi bizning yurtboshimiz. Jamoatda xavfsiz hayot, dilda qo'shiq g'am g'ussa yot. Biz bormizki osoyishta